Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun juda ham muhim mavzulardan biri psixogen astma haqida gaplashamiz. Psixogen astma ruhiy holatimiz bilan bog'liq bo'lgan o'tkir va surunkali stresslar hamda hissiy zo'riqishlardan so'ng kuzatiladigan nafas siqishidir. Odatda bemorlar havo yetishmaslik, nafas siqishi, yo'tal va ko'krak qafasidagi og'riqlardan shikoyat qilishadi. Bu holat jismoniy astmaga o'xshash, lekin infeksion omil yoki allergiya bilan bog'liq emas, balki stress faktorlarining natijasida kelib chiqadi. Tasavvur qiling, siz katta imtihon oldidan turibsiz yoki muhim bir uchrashuvga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Hayajonlanish va xavotir sababli nafasingiz qisila boshlaydi. Tomog'ingizga nimadir tiqilgandek bo'lib, yo'tal tutadi va havo yetishmayotganligini sezib, o'zingizni behuzur his qilasiz. Bu holat juda ko'pchilikda uchraydi va buning sababi asabiy zo'riqishdir. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday shikoyatlarni sezsangiz, vrach-psixonevrologga murojaat qilishni kechiktirmang.